Joriy yilning dekabr oyida Raqobat qo'mitasi tomonidan iste'molchi murojaati elektron tizimi yaratildi. Ushbu platforma orqali jismoniy va yuridik shaxslar o'z murojaatlarini onlayn shaklda yuborishi hamda ko'rib chiqilish jarayonini real vaqt rejimida kuzatishlari mumkin. Bu haqida Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan ochiq eshiklar kunida ma'lum qilindi. Shuningdek, tadbirda ishtirokchilar qo'mita faoliyatining yillik sarhisobi, tizimda joriy qilingan yangiliklar bilan ham tanishtirildi. Raqobat qo'mitasining asosiy vazifalaridan biri tovar va moliya bozorlarida raqobat muhiti holatini tizimli tahlil qilish, xo'jalik yurituvchi subyektlarning ustun mavqeini suiiste'mol qilishi, kartel kelishuvlari va til biriktirish, insofsiz raqobatni aniqlash va ularga chek qo'yish, savdolarni monopoliyaga qarshi tartibga solishdan iborat. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda xususan kartel kelishuvlar va til biriktirishlar kabi raqobatga qarshi harakatlarning murakkab turlarini aniqlash va ularga chek qo'yish masalalarida huquq-tartibot organlari bilan o'zaro hamkorlik qiladi. O'tgan yilga nisbatan bu yilda qanaqa o'zgarishlar, qanaqa natijalar qayd etildi? Aynan korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida oladigan bo'lsak, korrupsiya holatlari yoki manfaatlar to'qnashuvi holatlarini aniqlanmaslik eng asosiy bizni yutug'imiz, eng asosiy ko'rsatkichimiz hisoblanadi. Shunga ko'ra bu yil o'sha o'tgan davr mobaynida birorta bir korrupsiya holatlari yoki o'sha manfaatlar to'qnashuvi holatlari aniqlanmadi. Bundan tashqari o'sha bizda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha aloqa kanallari tashkil etilgan. Ushbu aloqa kanallari orqali bugungi kunga qadar korrupsiya yoki manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq holatlar yuzasidan birorta bir murojaatlar kelib tushmadi. 1 dekabrdan boshlab Raqobat qo'mitasi tomonidan iste'molchi murojaati elektron tizimi ishga tushirildi. Unga tegishli vazirlik va idoralar integratsiya qilingan bo'lib, iste'molchilar 10 ta soha bo'yicha 40 ta yo'nalishda 90 dan ortiq murojaatlarni qoldirishlari mumkin. Kabinet.faidtech.uz saytiga OneID tizimi orqali kirib, shaxsiy kabinet yaratib, o'z murojaatingiz va telefon raqamingizni qoldirasiz. Jarayonlarni esa real vaqt rejimida kuzatishingiz va natija bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ochiq muloqot davomida bu yerga yig'ilgan ishtirokchilar tomonidan yo'llangan savollarga mutaxassislar tomonidan kerakli javob va ma'lumotlar berildi. Mashhura Nurmatova, Bahodir Amonov, Javohir Fayzullayev, Hudud informatsion dasturi uchun.